Uyga, ofisingizga yoki do'koningizga kamera olmoqchisiz, lekin narxlari qimmatga chiqib ketayotgan bo'lsa, men sizga juda ham zo'r yechim topib qo'yganman bunga. Atigi 1 300 000 so'm evaziga TP-Link brendidan VG kameralar to'plamimiz. To'plamimizga ikkita kamera kiradi. Ikkalasi ham 2 megapikseldan bo'ladi. Kameramiz ovoz yozish funksiyasiga ega bo'ladi. Harakat detektori bo'ladi kameramizda va odamni va transportni ajratish funksiyalari ham bor. Plastmassa korpusdan dedik, changdan va suvdan himoyalangan bo'ladi. Kameramizga bemalol 1 yil kafolat beramiz. Garantiyalari bor kameramizni. Xohlasangiz uyda Wi-Fi bo'ladigan bo'lsa ham, Wi-Fi ga ulab olib, masofadan turib bemalol ko'rib turishingiz bo'ladi. Kamerani telefoningizga ulab. Musofirda yuradigan aka-ukalarimizga yokida chet elga ko'p sayohat qilib turadiganlar uchun bu juda ham zo'r yechim bo'ladi. Telefoningizga ulab olasiz, xohlagan joyingizdan ko'rib turaverasiz. Komplektimiz yana kiradi. 4 ta kanalli video registratorimiz, keyinchalik yana kamera kamlik qiladigan bo'lsa, sizga yana ikkita kamera bemalol qo'shishingiz bo'ladi. 8 megapikselgacha bo'lgan kamerani podдержка qiladi. 4 talik POE switchimiz, ya'ni blok pitaniya bo'ladi va xotira kartamiz. Xotiramiz 15-20 kun atrofida bo'lgan zapislarni o'zida ushlab turaveradi. Bemalol arxivdan ko'rib, nima bo'lganini tekshirib turishingiz bo'ladi. Ushbu kamera komplektimiz atigi 1 300 000 so'm dedik. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlarimiz ham mavjud. Pastda raqamlarni qoldiramiz. Bemalol qo'ng'iroq qilib kameralarni zakaz qilishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Like va kommentariyada o'z fikringizni qoldirish esingizdan chiqmasin. Sog' bo'linglar, sizlar bilan Provan jamoasi.